Surxondaryo viloyati prokuraturasi tashabbusi bilan Oltinsoy tumani Navro'z mahallasida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik o'tkazildi. Tadbirda viloyat davolash profilaktika muassasalaridan jalb etilgan tajribali mutaxassislar hamda Oltinsoy tumani tibbiyot birlashmasida faoliyat yuritayotgan malakali shifokorlar ishtirok etdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Inson qadrini ulug'lashning eng asosiy ko'rinishlaridan biri uning sog'lig'ini ta'minlashdir. Zero mamlakatimizda inson salomatligi eng buyuk qadriyat sanaladi. Viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan Oltinsoy tumanida tashkil etilgan tibbiy ko'rik ham aholi salomatligini muhofaza qilish, kasalliklarni erta aniqlash va fuqarolarga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish yo'lidagi ezgu ishlardan biri bo'ldi. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik viloyat davolash profilaktika muassasalaridan kelgan tajribali mutaxassislar, endokrinolog, kardiolog, jarroh, travmatolog, nevropatolog, terapevt va Oltinsoy tumani tibbiyot birlashmasida faoliyat yuritayotgan tajribali shifokorlar ishtirokida olib borildi. Bugun aholimiz tekshiruvdan o'tyapti. Viloyatdan kelgan mutaxassislarimiz bor. Aholimiz viloyatgacha yetib bora olmaydigan, bir xillarni masalan moddiy tomondan borishga imkoniyati yo'q bemorlar yoki yotib qolgan bemorlarni viloyatdan kelgan mutaxassislar tekshiruvdan o'tkazyapti. Asosan mammograf apparatimiz kelgan, fluorografiya apparatimiz kelgan. Bular hozir aholini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilyapti. Aholimizda ko'plar ular juda mamnun. Ko'riklarda ko'proq bo'lishini, olis chekka hududlarda ko'proq o'tkazilishini juda istashyapti. Aholimizda istaklarini bilgan holda tibbiy marafonda o'tkazib, boshqa hududlarda ham o'tkazishni reja qilib oldik. Ko'rik davomida 627 nafar aholi vakillari ko'chma oftalmologiya, ko'chma mobil rentgen, mammograf, UTT, EKG va laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazildi. Tibbiy ko'rik natijasiga ko'ra 190 nafar aholida yurak ishemik, gipertoniya, gastrit va boshqa surunkali kasalliklar aniqlandi. Aniqlangan kasalliklar bo'yicha 136 nafar aholini ambulator sharoitda, 52 nafarini tumanda statsionar sharoitda, 2 nafariga esa viloyat miqyosida davolanish uchun tavsiya va yo'llanmalar berildi. Mahallamizga bepul tibbiy ko'rik o'tkazilyapti. Biz minnatdormiz. Har deganda borib ko'rinavermaymiz doktorlarga ham borishga. Tuman markazi sal olisroqligi uchun uncha bora olmaymiz. Mana o'zlari ketdi. Bularga katta rahmat. Kelib ko'rinyapmiz, sog'liqlarimizni hamma tomonlama tekshirtirib. Dori-darmon yozib berdi, endi viloyatga yo'llanma berdi. Shuningdek, ko'rik davomida bemorlarga salomatligini yaxshilash borasida zarur tavsiyalar berildi. O'tkazilgan bu kabi tadbirlar tuman va viloyat markazidan olisda yashovchi aholi vakillari uchun malakali tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatini kengaytirish, kasalliklarning oldini olish hamda aholi salomatligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.